Savol: avval iftor qilinadimi yoki shom namozi o'qiladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd. Bu borada sunnat shuki, shom namozini vaqti kirgandan keyin avval og'zini ochib, so'ng shom namozini o'qiladi. Bu haqida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qachon ro'za tutgan bo'lsalar, shom namozini vaqti kirishi bilan avval ho'l hurmo bilan og'izlarini ochib, so'ng shom namozini o'qir edilar dedilar. Bundan tashqari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muborak hadis shariflarida keltiriladiki, Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan ushbu hadis sharif payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilarki, la yazalun nasu bi khayrin ma ajjalul fitr. Ya'ni insonlar yaxshilikda bardavom bo'ladilar, modomiki og'iz ochishni tezlatsalar dedilar. Shuning uchun ulamolarimiz, fuqaholarimiz shom namozini vaqti kirib, quyosh botgandan keyin ro'zador avval og'zini ochib, nafsiga andek orom berganidan keyin shom namozini o'qishga turadi. Va bu hukm barcha farz, vojib va nafl ro'zalarga tegishlidir. Chunki bu haqida kelgan hadislar farz yoki vojib ro'zalarga xoslanmagan. Shuning uchun ro'zaning har qanday turida, ya'ni faqat Ramazon ro'zasi emas, balki Ramazondan tashqari nafl yoki vojib yoki qazo ro'zalarda ham hukm shu. Ya'ni avval og'izni ochib, so'ngra shom namozini o'qiladi. Vallohu a'lam.